Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozir Yangibozor tumani Oltinko'l mahallasindaman. 1100 kvadrat metr joy o'rnimiz bosatiladi. Hozir videolarni ko'rsatamiz. Yana shu mesda, yana shu divordan u orqa divorgacha necha metr chiqadi bu? Bu yerda pazanli xod qoladi, divorda oynag'inda. Orqasidan pazanli xod qoladi. Qolgan yeri 1100 metr kvadrat yer. Qarasangizlar ikki joy aytib so'rasangizlar ham bo'ladi. Yo'q, bo'lib ham sotaveramiz. Bo'lib ham sotiladi. Muammosi yo'q. Zo'r mestada joylashgan mana. Ikki joy o'tgandan keyin bog'cha bu yoqda. Yana chalyorsa yo'l yo'l, uning yanında maktab. Hammasi qulay. Dokumentlar sozaqana mekchana. Hujjatlari joyida, kadastr hujjatlari mavjud. Shu pulni sanagan vaqtida shitir notariusdan o'tkazib beramiz. Hech qanday muammosi yo'q. Eng qizig'i puluncha so'mda. Puli buni 120 million so'm deb turibmiz. Kelishasiz, qaytasiz. Kelishamiz, ustunda kelishamiz. Olaman deb shu yerda yashayman yo bir imorat quraman degan odamlar bo'lsa kelishib beramiz. Hurmatli obunachilar, zo'r mesda bu. Maktabgadan, bog'chadan, posilka kammiyog'i uy. Qarasangizlar, yarimdan sonizlar ham bo'ladi. 550 kvadrat metr bo'ladi, yarim. Yarısı 550. Bo'lib ham sotiladi. Telefon nomerlarini yozib qoldiraman, telefonlashib hozir to'liq manzilni tushuntiraman sizlarga. Joy o'rnimizning manzili Madaniyat Ro'zdan kirib kelishda 4-ko'cha o'ng qo'ldan. Shu ko'chaning sal oxirrog'ida. Bu ko'chada medpunkt ham bor. Bu yoq Madaniyat ko'pir. Bu yoqda sho'raxona. Shu yerdan chapga qarasangiz maktab bor. Videoga like bosib, joyini so'rab o'rgan tanishlar tashlab qo'yasizlar videoni. Chap qo'limizda medpunkt bu. Hamma narsa bir ko'chada. Ozg'ina yursak bog'chasi mana. 18-sonli bog'cha. Mana joy o'rnimizga keldik mana. Shura qulay joyda joylashgan joy o'rin. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz, telefonlashib baholarni qaytib beradi kelishib.